Assalomu alaykum va bugungi video sayyohligida men narsa topib oldim. Короче, bu mana futbolchi yasaymiz, короче. Sizlar menga Liverpool bir ism bilan raqamni yozib ketinglar. Hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Komandani ismini ham yozib ketinglar. Masalan, hozir men Real Madrid tanlayman. Player name bu PSJga ketib qoldik. Boshdan Real Madridga masalan ismini qo'yamiz. Qiz bola bo'lsa ham, o'g'il bola bo'lsa ham yozinglar. Qilaman. Hozir deymiz mashhur. Bu 7. raqam. Mana. Aytasizlar, men qo'yib beraman. Nima? Qorasi. Xolasizlar, yana bitta narsa yozib ketinglar mana. Oddiy oqmi yo ko'kmi? Mana, yo shunday ko'k rangimi? Yo bo'lmasa, mana shunaqa qop-qora chotki turadi. Xohlaganinglarni yozib ketinglar, masalan, yozdirishinglar mumkin. Masalan, qiz bola bo'lsa, Soliha masalan. Soliha. Bo'l. Mana, bo'ldi. Yoziladi. Bu ham. Mana. Bo'ldi. Xohlagan ismlarni yozib ketinglar. Oq qora ribam yozib ketish esinglardan chiqmasin. Xohlaganinglarda rasm ham qo'ysa bo'lar ekan. Orqa fonga qo'yamiz ekan. Короче, shunaqa qilib ishlaymiz, короче. O'zga yoqqan narsani yozib ketinglar, yoqqan ismni yozib ketinglar qani. Hamma yozsin. Bitta odam qolib ketmasin, hamma yozsin. Umuman, endi videolarni ko'rganda hamma yozsin. Qani bo'lmasam, xayr.